Assalomu alaykum uloq ishqibozlari. Bugun 5-yanvar 2026 Andijon viloyati Buloqboshi tumani, Paxtavod tumani, Paxtavod qishlog'ida uloqqa keldik. Ko'pkari ulog'imiz boshlandi. Tog' yonbag'irlarida bugun sizlarga chiroyli kadrlarni taqdim etaman. Obunachilarim podpishka qilib, qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib, kanalimiz rivoji uchun qo'llab-quvvatlaysizlar. Mana uloqni olib kelyapti polvonimiz. Malades polvon. Xudo uloq ham yerga tushdi. Xudo xohlasa ulog'imiz qiziq bo'ladi. Otlarimiz endi ko'payyapti, sababi Ordayda ham, Qo'chqorda ham, Ordayda ham uloq bor ekan, u yerdagi bo'lmadi. Hammani mana shu Paxtavoddagi uloqqa taklif etamiz. Mana shu yerga kelaverasizlar mana. Xudo xohlasa. Qo'llab-quvvatlab, podpishka qilib turasizlar. Sog' bo'lasizlar. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga chiroyli kadrlar taqdim etaman.